6 yosh. Farzandingiz endi rasman maktab yoshi davriga kirdi. 6 yoshga to'lganda bolalarda harakatlar muvofiqligini oshishi, fikrlashni chuqurlashuvi va ijtimoiy ongning kuchayishi kuzatiladi. Ular mustaqillikka intilish bilan birga hamon qo'llab-quvvatlash va yo'l-yo'riq ko'rsatishga bo'lgan ehtiyojni muvozanatga keltira boshlaydilar. Jismoniy rivojlanish. Bu yoshga kelib, ko'plab bolalar yordamchi g'ildiraksiz velosiped mina boshlaydi. Sport va faol o'yinlarda muvofiqlashtirish qobiliyati yaxshilanganini ko'rsatish, qalamni yaxshiroq boshqargan holda harf va raqamlarni aniq yozish, mayda harakatlar aniqligini namoyon etish, qirqish, kichik shakllarni chizish, asboblardan foydalanish kabi ishlarni qila oladilar. Bunga qo'shimcha ravishda ular sut tishlarini yo'qotib, o'rniga doimiy tishlar chiqara boshlaydilar. Yil davomida ular odatda 3 kilogramm atrofida vazn qo'shib, bo'ylariga taxminan 6 santimetr o'sadilar. Muloqot va ijtimoiy rivojlanish. Bu yoshga kelib bolalar ko'pincha kattalarnikiga o'xshash o'rtacha murakkablikdagi gap tuza oladilar. Ko'p bosqichli ko'rsatmalarni tushunib, ularga ishonchli ravishda amal qiladilar. Tengdoshlar bilan mustahkam do'stlik munosabatlarini o'rnatadilar. Guruh o'yinlarida hamkorlik qila oladilar va qoidalarni kelishib oladilar. His-tuyg'ularni samaraliroq boshqaradilar. Garchi vaqti bilan portlashlari hali ham sodir bo'lsa-da, bular avvalgi yillarga qaraganda kamroq uchraydi. Aqliy qobiliyatlar. Bu yoshdagi bolalarning fikrlash qobiliyati ancha takomillashadi. Umumiy ko'nikmalar quyidagilarni o'z ichiga oladi. Yoshiga mos kitoblar yoki oddiy gaplarni o'qish, asosiy matematik amallarni bajarish, qo'shish, ayirish, sanash, sabab-oqibatlar munosabatlarini tushunish va mavhum tushunchalarni fikrlay olish. Masalan, kelgusida nima sodir bo'lishi mumkinligini bashorat qilish. Predmetlarni bir nechta nusxalari, shakl, rangi, o'lchami bo'yicha saralash, tavsiflash va guruhlash. Nimalarga e'tibor berish kerak? Agar 6 yoshli farzandingizda quyidagi holatlar kuzatilsa, pediatr bilan maslahatlashing. Maktab topshiriqlarini o'qish, yozish, matematika bajarishda sezilarli qiyinchiliklarga duch kelsa, doimiy ijtimoiy ajralib qolsa yoki do'st orttira olmasa, yoshiga nisbatan ortiqcha bo'lgan tez-tez hissiy portlashlarga ega bo'lsa, tengdoshlari yoki kattalar bilan samarali muloqot qila olmasa, nutqi juda tushunarsiz yoki cheklangan bo'lsa, tengdoshlariga qaraganda harakatlarni muvofiqlashtirish yoki jismoniy vazifalarni bajarishda qiynalsa. Ota-onalarga maslahatlar. Mustaqil buyruqlarni muvozanatlashtiring. Farzandingiz ko'proq mustaqillikka intiladi. Aniq chegaralarni saqlab qolgan holda unga tanlov va mas'uliyatlar bering. Har kuni birgalikda kitob o'qing. Ovoz chiqarib o'qishni davom ettiring va bolangizni sizga o'qib berishga undang. Bu uning o'qishidagi muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Jismoniy faollikni qo'llab-quvvatlang. Sport, o'yin va mahorat oshiruvchi mashg'ulotlardan uloqtirish, velosiped minish, muvozanatni saqlashni rag'batlantiring. Do'stlik qurish ko'nikmalarini rivojlantiring. Hamkorlik va hamdardlikni mashq qilish uchun o'rtoqlar bilan o'ynash, guruh o'yinlari va ijtimoiy vaziyatlarni tashkil qiling. Ochiq muloqotni yo'lga qo'ying. Maktab, his-tuyg'ular, do'stlari haqida so'rang. Uning hissiyotlarini tan oling va muammolarni hal qilishda yordam bering. Kundalik tartibiga rioya qiling. Uy vazifasi, o'yin va uyqu uchun muntazam jadval bolangizga o'zini xavfsiz his qilishga yordam beradi. Har bir bola rivojlanishi individual va betakror. Bolalar turli sur'atlarda o'sadi, o'rganadi va ma'lum bosqichlardan o'tadi. Tezroq rivojlansa, ba'zilar esa sekinroq. E'tiborga olish kerak bo'lgan holatlar bo'lmasa, bu ikkisi tabiiy holdir. Ushbu videoga ma'lumotlar Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti, kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazlari, Amerika Pediatriya akademiyasi, Buyuk Britaniya Milliy sog'liqni saqlash xizmati va boshqa O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan barcha ishonchli manbalarga asoslangan.